Ushbu informatika axborot texnologiyalar fanini davlat ta'lim standarti hamda o'quv dasturlarini takomillashtirish uchun bir nechta xorij davlatlari hamda MDH davlatlarining tajribalarini o'rganib chiqdik. Cambridge dasturiga to'xtaldik. Informatika axborot texnologiyalar fanida raqamli savodxonlik, o'quvchilarda raqamli savodxonlikni rivojlantirish, bugungi kunda o'sha ijtimoiy media muhitda axborotlarni tahlil qilish, axborotlarni saralash, o'ziga kerak bo'lgan axborotlarni ajratib olishni bilish, mana shu bo'yicha o'quvchilarda bilim, ko'nik va malakalarni hosil qilish maqsadida ham bizni o'sha tarmoq va xavfsizlik mazmun sohamizda ijtimoiy tarmoqlar bilan ishlash, ijtimoiy tarmoqlarda axborotni demak tahlil qila olish va axborotdan xavfsiz foydalanish, ya'ni global fuqarolik, raqamli fuqarolik, raqamli iz kabi tushunchalar mana shu bilan bog'liq bo'lgan mavzular keltirib o'tilgan. Bu bugungi kundagi o'quvchini o'sha atrof muhitdan olayotgan ma'lumotlarni saralash, ulardan xavfsiz foydalanish imkoniyatlarini beradi.